Ey xudo, mashq qo'ygan videoyim 1 million prosmotr bo'lsa, Rossiyaga ketmay, bloger bo'lib ketay. Alloh akbar. Do'stlar, yangi video qo'ydim. Like bosib, ikkinchida turgan manaqani bosib qo'ydim. Xo'p, rahmat. Alisher aka, like bosib qo'ying aka. Dalli, shu 5 minutda bitta odam ko'rdim. O'zim 13 ta profilimda like bosam, ancha ko'tarilib qoladi. Ammo bu telefon bilan video olsam, meni nari mahalla ham tanimaydi. Dada, avvalambor asabiylashmang. Olgan pullarimni qaytaraman. Yangi video qo'ydim. Kommentga shunday kirib, Diyorbek siyladi yozib chiqib keting. Har holda kuyov bo'lingizmi? Ha, mayli-ku. Hayotda o'rningiz bo'lmasa ham har holda qo'lingizda qizim bor. Mayli, yozib qo'yaman. Mana senga olam gul. Davron, tog'a Davron uydami? Davron sasib uxlab yotibdi. Tog'a tursa aytib qo'ying, Instagramga yangi video qo'ydim. Like bosib, istoriyasiga qo'yib yuborsin. Menga yordam bo'lardi-da. Nima? Yordam? Uyda shuncha ish turib, senga yordam beraman. Otang narigacha yo'qot ko'zimga ko'rinma. Ha, aka, qayerga ketasiz? Aka, hech qayerga ketmayman. Instagramga yangi video qo'ydim. Diyor live deb yozsangiz chiqadi. Shunday kirib like bosib qo'ying aka. Qo'ygan video nechta bo'ldi aka-da? Oho, prosmotrlar chiqayib qo'yibdi-yu. Po'xga ham ketmabdi. Rossiyaga ketaman.